Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, Minbar Tok shousining navbatdagi soni efirda. Bugun ham qiziqarli mavzuda gaplashamiz. Tashabbusli budjet, erishilgan yutuqlar va kelajakdagi rejalar haqida. Albatta mavzuni batafsilroq yoritish imkonini bizga ekspertlar taqdim etadilar. Studiyamizda ular allaqachon kelishgan. Assalomu alaykum. Barchangizni ko'rganimizdan xursandmiz. Oxirgi 7-8 yil ichida amalga oshirilgan islohotlar natijasida aholining budjet mablag'lari sarflanishi ustidan nazorati va ishtiroki kengaydi. Avvallari hududlar va mahallalardagi ijtimoiy masalalar, jumladan yo'l, maktab va tibbiyot muassasalarini qurish va ta'mirlash uchun juda ko'p byurokratik to'siqlar mavjud edi. Aholi amalda mahalliy budjet mablag'lari sarflanishi jarayonlarida ishtirok etmagan. Oxirgi 7-8 yil ichida amalga oshirilgan islohotlar natijasida aholining budjet mablag'lari sarflanishi ustidan nazorati va ishtiroki kengaydi. Bunga tashabbusli budjet loyihasi ham yaqqol misol bo'la oladi. Dastlabki savolimiz, tashabbusli budjet loyihasi o'zi nima va u qanday imkoniyatlarni yaratadi? Tashabbusli budjetni o'tkazish tartibi va shartlari haqida ham ma'lumot bersangiz, marhamat. Mana ko'ramizki, mamlakatimizda amalga oshirgan tashabbusli budjet jarayoniga yildan yilga aholining ishtiroki, uning faolligi oshib boryapti. O'zi aslida tashabbusli budjetni amalga oshirish mamlakatimizda 2008-yildagi prezidentimiz 39-17 qarorlaridan xabarimiz bor. So'nggi yillarda mamlakatimiz barcha sohalarda ochiqlik, oshkoralik tamoyili birinchi o'ringa qo'yilgan. Aynan budjet jarayonida ham shaffoflikni, ochiqlikni, oshkoralikni va aynan shu tizimda jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun mamlakatimizda fuqarolarga bir katta bir imkoniyat yaratildi. Ya'ni o'sha 210 dan ortiq tuman va shaharlarimizda, mahalliy budjetlarimizda aholimiz o'sha mahalliy budjetning mablag'larini ma'lum bir sohalarga sarflashni mustaqil o'zlari hal qilyaptilar. Ilgari bu narsani faqat xalq deputatlar kengashi va mahalliy hokimiyat hal qilardi. Chunki mahallalardagi fuqarolar o'zlari yaxshi biladilar. To'ppa-to'g'ri. Buning yaxshi tomoni shu xalqaro tajribadan, sinovdan o'tgan, doimiy bir joyda uzoq yil yashagan aholi yoki biron bir tashkilotda, aytaylik budjet tashkilotida ishlagan xodim shu yerdagi muammoni mahalliy hokimiyat vakillaridan, mutasaddilardan ko'ra yaxshiroq biladi. Va eng asosiysi o'zi aslida bu tartib kam mablag' talab qilsa-da, lekin juda dolzarb masalalar bor. Masalan, qayerdadir aytaylik bir axlat tashlagan yashik bor, u aholi yashash joyiga yoki ijtimoiy muassasa juda yaqin. Yozgi kunlarda qanaqadir noxushliklar keltirib chiqarish mumkin. Bu kimnidir e'tiborini tortmasa ham, lekin u shu yerdagi aholi yoki aytaylik ijtimoiy tashkilot xodimlari uchun juda ahamiyatli. Yoki ko'chalardagi chiroqning yo'qligi yoki aytaylik kanalizatsiya quvurlaridagi muammolar masalasi aslida juda katta mablag' talab qilmaydi, lekin buning ijtimoiy dolzarbligi yuqori. Shundan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, tashabbusli budjet bu mamlakatimizdagi hukumatimiz, prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan xalqchil, oshkoralik siyosatining bir bo'lagi. Budjet mablag'larining bir qismini keng jamoatchilikning fikri asosida moliyalashtirish mexanizmi desak to'g'ri bo'ladi va bu bugungi kunda o'sha rivojlangan, barcha deyarli rivojlangan davlatlarning amaliyotida mavjud bo'lib, bugungi kunda ham aynan O'zbekistonda aynan mana shu xalqaro partisipator budjetlashtirish, ya'ni tashabbusli budjet amaliyoti rivojlanib boryapti. 2021-yildan boshlab tashabbusli budjet jarayonlari yangilangan formatda, ya'ni yangi mexanizmlar orqali amalga oshirilish boshlandi. Unga ajratilayotgan mablag'lar, fuqarolarimiz tomonidan berilayotgan ovozlar ham aynan mana shuni ifoda etib beradi. Yana bir ma'lumot o'rnida aytib o'tishimiz lozimki, 2024-yilda tashabbusli 2025-yilga tashabbusli budjet jarayonlariga qariyb 6 trillion mablag' yo'naltirish rejalashtirilgan va birinchi mavsum yaqinda yakuniga yetdi. Ushbu mavsumga ham aynan qariyb 3 trillion mablag' yo'naltirildi. Bunga ko'ra fuqarolarimiz tomonidan jami o'zida ijtimoiy muammolarni o'zida aks etgan 28 mingdan ortiq takliflar kelib tushdi. Va moderatsiya jarayonidan xabarimiz borki, tuman shahar ishchi guruhlari bor. Aynan mana shu fuqarolarimizdan kelib tushayotgan takliflarni tegishli mezonlarga to'g'ri kelish yoki kelmasliklarini ko'rib chiqib turib, takliflarimiz xususiy ahamiyat kasb etish kerak emas ya idoraviy ahamiyat moliy bo'lmaganligi sababli mazkur jarayonlarda takliflar ko'rib chiqiladi. 28 mingdan ortiq kelib tushgan taklifdan 23 mingga ovoz berish jarayonlariga o'tdi. Juda ham kerakli, yaxshi fikrni ta'kidladingiz. Demak, takliflar orasidan saralab olinar ekanda, qaysi bir takliflar qaysi bir jihatlarga to'g'ri kelishi kerak, o'zini bir nizomi bormi? Shular haqida ham gaplashaylik.
O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 666-sonli qaroriga asosan tashabbusli byudjet jarayonlarini tartibga solish nizomi belgilab qo'yilgan. Ushbu nizomga asosan tashabbusli byudjet jarayonlarida fuqarolarimiz tomonidan kelayotgan takliflar faqatgina o'zida ijtimoiy muammolarni ahamiyat kasb etgan bo'lishi lozim. Ya'ni bu yerda o'sha amaliyotda ko'rishimiz mumkin, fuqarolarimiz tomonidan tushunmovchilik hisobiga, masalan, o'zlarini bir to'y yoki qanday bir tadbirlarni moliyalashtirish yoki kreditor qarzdorliklarni qoplash bo'yicha shaxsiy manfaatlar, shaxsiy manfaat yoki boshqa bir mahalliy hokimiyat organlarini ta'mirlash yoki ularning bir moddiy bazasini yaxshilash bo'yicha takliflar kiritib qo'yishadi. Tushunmovchilik yo'lgi sababli bo'lganligi sababli. Aynan ushbu jarayonlar ishchi guruhlar tomonidan ko'rib chiqilib, ovoz berish jarayonlariga saralashdan o'tkazilmaydi. Ya'ni har bitta jarayon, har bitta bu yerda amalga oshirilayotgan amaliyot O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining tegishli qarori bilan belgilab qo'yilgan. Mamlakatimizda ochiq budjet axborot portali ham faoliyat yuritadi va bu portalni maqsad va vazifalari haqida ham ma'lumot berishingizni so'raymiz. Marhamat. 2018-yilgi prezidentimiz 39-17 qarorlari bilan 2009-yildan boshlab o'sha ochiq byudjet portali, ya'ni xalq tilida aytganda Open Budget deymiz. O'zi aslida Open Budget portali, ya'ni ochiq byudjet portalida tashabbusli byudjetlashtirish jarayoni amalga oshiriladi. Bu ochiq byudjet portalining bitta funksiyasi. Undan tashqari bu portalda davlat byudjetining daromad va xarajatlari, tumanlar, viloyatlar kesimida beriladi. Yoki aytaylik byudjet qonunchilik buzilish holatlari, yoki aytaylik o'sha byudjet tizimiga doir me'yoriy hujjatlar, yoki aytaylik o'sha byudjet jarayonidagi vakolatli organlar tomonidan amalga oshirilgan nazorat natijalari, qisqasi bu mamlakatimizdagi byudjet tizimi va jarayoniga oid barcha statistik ma'lumotlarni o'zida aks ettiruvchi maxsus platforma. Bu platformaning bitta funksiyasi, o'ndan bir funksiyasi aynan shu tashabbusli byudjetlashtirish jarayonini amalga oshirish hisoblanadi. Savol tug'iladi. Aynan statistik ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2021-2024-yillar oralig'ida 187 mingdan ortiq aynan loyihalar hozirgi kunda amaliyotga tatbiq etilgan. Va aynan ushbu jarayonlarda ko'proq mahallalarni qamrab olish darajasi yuqori. Va 43% statistik ma'lumotda 2021-yilda 43% mahallalar qatnashgan bo'lsa, 2022-yilga kelib 66% mahallalar qatnashgan va shu yil 2024-yilda to'liq mahallalar qamrab olindi. Shundan ham ko'rishimiz mumkinki, aynan jami 6 mingdan ortiq mahallalar g'olib topilgan. Va bu loyihalar asosan 15 ming loyihadan aynan 14 trillion so'm miqdorda mablag' ajratilgan. Va shundan ham ko'rishimiz mumkin, ko'proq bu qaysi sohalarga, ijtimoiy soha, infrastrukturani yaxshilanishga bu xizmat qilyapti. Rahmat. Ayni paytda barchangizni e'tiboringizni monitorga qaratamiz. Bizda bir lavhamiz bor. So'ngra fikrlarda davom etamiz. Marhamat. Bitta ovozga bitta yo'qmi? Nima bu yerda? Menga qarang yanga. Bitta ovoz uchun men. Ikki kalbasa. Bir oshlagan. Men puli ham bor bitta yo'l uchun. Ovoz bormi onajon, keling. Ovoz. Ver mana 50 ming so'mlik oshlagan Jizzaxdan kelgan mana. Bir ovozga 2 palka kalbasa, 1 plaka tuxum, 10 kilo olma, 10 kilo sabzi, 30 ming so'm pulingizga bo'ladi. Ovoz berganlarga ming rahmat. Ana harakat qilamiz. Mahsulotlarimiz oz qoldirilmaylik. O'rinda olganligi uchun boshlandi. Qatnashchilar Open Budgetda yutildi. Bu lavha ketganda hammani menimcha yuziga tabassum yugurdi, chunki bu holatga hammamiz tushdik, ko'rdik, to'g'rimi? Bu yangilik emas, osmondan olinmagan. Qaysidir ma'noda insonlarning kayfiyatini ko'taradi, qaysidir ma'noda insonlarning kayfiyatini tushiradigan holat. Qaysidir ma'noda insonlar vatanparvar bo'ldi. Obod ko'chalarda, obod hududda istiqomat qilishni xohlab, mana shunday tashabbus bilan chiqishdi degan fikrlarga ham borsak bo'ladi, lekin tangani ikkinchi tomoni ham bor, to'g'rimi? Bu o'zi open budget yoki shu ochiq ovoz berish orqali byudjetni taqsimlash jarayoni bunday olib qaraganda yangi boshqaruv tizimini ham bir belgisi. Ilgaringi boshqaruv tizimida qandaydir summadagi byudjet qaysidir tumanlarga taqsimlanishi tepadan pastga qarab qaror qabul qilingan bo'lsa, hozir bu o'sha bizada eng kichik administrativ birlik bo'lgan mahalla darajasidan yuqoriga qarab, ya'ni
pastdan yuqoriga qaragan harakat deb tushunish kerak va bunda bu salbiy holatlarning o'z ko'rinishi bitta muhim narsani ko'rsatadi. Tizim to'liq internetga asoslanganligi uchun yoki aloqa vositalariga asoslangani uchun birinchi masala shu internet yaxshi yetib bormagan hududlar, uzoq joylashgan hududlar ham aholisi kam bo'lgan hududlarni bu jarayonda yutib chiqish imkoniyati ham past bo'ladi. Shuning uchun mana hozir ko'rib turibmiz, boshqa hududdan kelib turib gavjumroq bozorlarda ovoz yig'ish jarayonini ko'rdik. Bu demak shu bitta muammoni ko'rsatadi. Bu open budgetda shu hamma bir xil yondashuvga munosib emas. Aynan shu uzoq hududlar yoki internet yaxshi rivojlanmagan yoki aholisi kam sonli bo'lgan hududlarga alohida kvotalar orqali bu pul taqsimlansa adolatliroq bo'lardi menimcha. Ikkinchi masala bu yerda bu salbiy holatlarni yana oldini olish yana bittasi aynan korrupsiyani ko'rsatadigan bir holatlar, chunki kimdir bularga haq to'layapti, kimdir bularni shu chiqib qanaqadir shu faoliyat yuritishini qo'llab-quvvatlayapti yoki topshiriq beryapti. Shuning uchun bu open byudjetda maqsadi qolib korrupsiyani rivojlanishiga olib keladigan bo'lsa, buni ham qayta ko'rib chiqishi talab etiladigan soha deb o'ylayman. Va uchinchi masala, eng asosiy masala bo'lsa kerak, bu shu moliyalashtirish kvotalarini ham bir ko'rib chiqish kerak. Chunki ko'ryapmiz, mahallalar yo'l asfalt qilinyapti yoki shu boya aytilgandek har xil vositalar qo'yilyapti, lekin byudjet taqsimlanishi kichkina bo'lganligi uchun yo'l ensizroq bo'lib qolyapti yoki o'sha misol uchun 10 ta stol bo'lsa, misol uchun 8 tasiga chiroq o'rnatilsa, ikkitasi qolib ketyapti. Shunaqa joylari ham bo'lyapti. Shuning uchun to'laqonliroq va sifatliroq amalga oshirish masalasini ham ko'rish kerak deb o'ylayman. Agar ruxsat bersanglar, yuqorida bo'lgan videoni ikkiga bo'lib tahlil qilishni ko'rib chiqardik. Ya'ni birinchi qismi o'sha ovoz berish jarayonlarida fuqarolar tomonidan ovoz berish yarmarkalarini joriy qilgan holda ovoz yig'ish va ikkinchi videoning ikkinchi qismi esa aynan g'olib mahallalar nishonlab bu narsani qabul qilishi. To'y bo'lib ketyapti. Fuqarolar hozirgi kunda sayl deymizmi, qanaqadir bir rasmiy bir bayram kuniga aylandi desak xato bo'lmaydi. Yutuqlar hammaniki, kamchiliklar ham aynan bizniki. Ya'ni bu yerda fuqarolar tomonidan o'sha ovoz berish yarmarkalarini joriy etilishi, o'sha bozor deymizmi, universitet, metro, shahar o'shani bozor gavjum joylarida bu narsalarning paydo bo'lishi, bu aynan tangal o'sha ikki tomoni bor dedingiz. Fuqarolarga o'sha ularning muammolari o'zi aslida naqadar dolzarbligini ham bildiradi, birinchidan. Ikkinchidan, vazirlik sifatida aynan ushbu narsani qo'llab-quvvatlab, ya'ni fuqarolar chiqib suv sotsin yoki bir qanaqadir iste'molga yaroqli bo'lgan mahsulotni berib targ'ib qilsin degan ma'noni anglatmaydi bu gapim. Lekin oldimizda turgan eng pirovard maqsadimiz shuki, biz qachonki fuqarolarimizni fikrini, fuqarolarimizni o'sha ongini o'zgartira olsak, ya'ni do'stim yoki hurmatli fuqaro, sizni berayotgan ovozingiz bu sizning tanlovingiz. Bizga sir bo'lmasa, ochiqcha aytishim mumkin, bir kunda 100 dan ortiq murojaatlar va 100 dan ortiq qo'ng'iroqlar fuqarolarning o'zi ham ko'p keladi. Ya'ni men o'sha ovoz berish jarayonida ishtirok etdim, menga pul tashlab berishlik kerak, pul tashlab berishmadi. Yoki ovozimni sotdim, ovozimni qaytarib olmoqchiman. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsamiz shuki, ya'ni bu yildan yilga ko'rayotgan bo'lsak, ozgina kamayib boryapti. Ya'ni fuqarolar masalan o'ziga mahallasiga yoki o'ziga begona bo'lmagan bir tashkilotga ovoz bersa, uni bitta yog' yoki bitta ichimlik suvini o'rniga keltirayotgan foydasini o'zi ko'zlik bilan ko'rishgandan keyin natijasini bilishyapti. Va fuqarolarga shunda o'sha jarayonda biz shunaqa bir keskin munosabatlarga borishga ham to'g'ri keldi bu narsani tushuntirish uchun. Hurmatli fuqaro, siz bu narsani to'g'ri tushuning. Masalan, sizni jamiyatda tutgan o'rningiz, fuqarolik pozitsiyasi narxi 5000 so'mlik iste'molga yaroqli vosita bo'lsa, unaqada bering ovozingizni. O'zini hurmat qilgan odam, o'zini fikrini, o'zini fuqarolik pozitsiyasini hurmat qila bilgan odam, ya'ni bunaqa narsaga borib turib, suv, kola, Pepsi deymizmi, bu narsaga ovoz berishga bormaydi. Balki vatan obodligiga qaysidir ma'noda hissasini qo'shayotgandek his qilar u inson. To'g'ri, lekin aslida aksariyat fuqarolarimiz aslida qaysi taklifga ovoz berayotganini ham bilmasdan berib yuborishyapti. Fuqarolarimizdan shu o'rindan foydalanib, ya'ni har bitta taklifga o'ziga bilib, qaysi loyihaga ovoz berishayotganligini. Chunki bu yerda o'sha kartadan pul o'g'irlash holatlari yoki o'sha boshqa huquq muhofaza qiluvchi organlar tomonidan hozir o'rganilyapti. Open budjetga deb turib, boshqa maqsadlarda fuqarolarning telefonlariga SMS olib, ya'ni kartalardan pul o'g'irlash holatlari kuzatilyapti. Ko'payib ketdi. Haqiqatan mana shu joyini ham so'ramoqchi edim. Siz juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Firibgarlik yo'nalishlari aynan ochiq budjetga ovoz berish jarayonida ko'payib ketdi. Yosh ulug' insonlarimiz bilmagan holatda shaxsiy ma'lumotlarini firibgarlarga taqdim etib qo'ydilar. Shunaqa voqea mana mart oyida boshlandi bizda open budjet nimasi. 22 million pul yig'ildida o'sha mahalla fuqarolar o'zlari. Endi qarang, yana pul yig'ilgan,
u yig'ilgan ular yutqazib qo'ydi o'sha open byudjet nimasida pul ovoz yetmay qoldi, lekin o'sha yig'ilgan pulga o'sha ko'chasini bemalol asfalt qilsa bo'lardi. Demak, kim o'sha oraga tushgan odam, pul yig'ilgan odam mana endi hozir javobgarga tortilyapti va ular bilan o'sha maxsus o'sha tashkilotlar ular bilan shug'ullanyapti. Demak, endi qanday qilsak o'shani oldini olish degan vazifa turibdi oldimizda. Vazifa mana mahalla raisi hali o'zlari gapiradilar. Bu yerda mahalla yettiligi degan so'z bor. Mahalla yettiligi saylangan deputat mana misol uchun. O'shalar aholi bilan har kuni mana shu open byudjet boshlanishdan oldin ularga tushuntirish ishlarini olib borishimiz kerak. Hozir mana sekin-sekin bu hamma jarayon, bu yangi jarayonda bu O'zbekistonimizda. Bu mana hammasi böyle shakllanib boshqa qilib, bu yana mana endi yangi tizimga tushyapti. Mana ayniqsa mana bir marta yutgan mahalla o'sha ikkinchi marta ishtirok etish mumkin emas. To'g'rimi? Endi ayniqsa ana shu pul yig'ilishi yoki va hokazo. Bu hozir mana yaqin kunlarda shu to'xtatildi. Va maxsus o'sha tashkilotlar ular bilan shug'ullanadi endi. Mana shu narsa haqida so'ramoqchi edik, aynan tadbirlar o'tkazilyaptimi? Chunki hech kimimga beyona emas, hammamiz ko'chada oddiy fuqaro singari harakatlanganimizda bunday holatlarga guvoh bo'lganmiz. Qanday choralar ko'rilgan, qonuniy bir yo'nalishlari bormi bu choralarni? Shular haqida ham bilmoqchimiz. Mana men sizga aytaman, bitta maktabga o'tgan yili o'sha maktabni bir o'sha mas'ul xodimi o'zining ehtiyojiga ishlatib borgan. U bilan ichki ishlar shug'ullandi. Qonun oldida javob beryapti. Shunaqa bordi. Mana hozir videoda ham ko'rdik, lavhada ham ko'rdik. Haqiqatan odamlarni turli xil yo'llar bilan da'vat qilishyapti. O'zi tashabbusli byudjet bu demokratiyaning bir mahsuli, demokratiyaning bir ko'rinishi. Bu butun dunyoda sal boshqacharoq ko'rinishda bo'ladi. Bizning amaliyotimiz sal yangi bo'lgani uchun biz mana yildan yilga aytib o'tilgandek buni takomillashtirib boryapmiz. Chunki biz ko'zda tutilmagan holat tajriba paytida, amaliyot paytida yuzaga kelyapti. Biz bunga yechim qilgan paytimiz yangi muammo kelib chiqyapti. Endi fuqarolarni o'z tashabbus byudjet nafaqat o'zimiz hududimiz, balki boshqa bir viloyat, boshqa bir tuman bo'yicha ham taklif bildirish haqqimiz bor. Demak, o'zi aslida nazariyasi bo'yicha o'zini hurmat qilgan ongli inson yoki aytaylik tafakkurli inson ishdan bordi, uyga bordi, kechki payt plansheti, telefoni yoki aytaylik internet vositasi orqali eng dolzarb masalani ko'rish kerak. Demak, men Toshkentda yashayman. Qoraqalpog'istondagi qaysidir mahallaning suv masalasini ko'rdim. Juda achinarli holatda ekan. Inson sifatida rahmim keldi yoki achindim. Men o'shalarning tashabbusiga ularga ovoz berish haqqim bor. Yoki aytaylik boshqa bir tashkilotni, nogironlar uyi bo'lishi mumkin, kasalxona bo'lishi mumkin. Demoqchimizki, tashabbusli byudjet bizning odamlarimizning aksariyatda shu tushuncha bo'lgan, o'zini mahallasi, o'zini ko'chasi, o'zini ishxonasi yo'q, unaqa emas. Tashabbus byudjet mamlakat bo'yicha bo'lgani uchun biz uni ovozini cheklab qo'ya olmaymiz. Konstitutsiyon huquqi bor uni. Shu uchun biz fuqarolarni kam hudud, ko'p hudud deb boyagida limitga ajratadigan bo'lsak, ko'p hududda yashovchi aholi ham nargudga ovoz berish haqqi bor. Biz qonunan uni haqqini paymol qila olmaymiz. Bu birinchi masala. Ikkinchi, yuqoridagi holatni ko'rib o'tdik. Bu nimadan? Biz mana moliya vaziri vakillari o'tiribdi, iqtisod moliya vaziri vakillari yoki aytaylik mas'ul idoralar vakillari o'tirishdi. Biz qonunchilik bilan qancha buni mukammallashtirib boraversak, shunga yarasha tan olishimiz kerak, yangi muammolar yuzaga kelyapti. Ya'ni aholining huquqiy ongi, savodxonligi oshmas ekan, buni yechim qila olmaymiz. Aytaylik, masalan, majburiy ovoz deydi. Majburiy ovoz faqat davlat idora tashkilotlarida rahbarlar tomonidan xodimlariga yoki aytaylik, o'sha ta'lim oluvchi o'quvchi nisbatan majburiy bo'lsa, ya'ni maktab, shifoxona yoki bog'chalarda. Lekin ko'chalardagi bu narsa majburiy ovozga kirmaydi-da. Sizga taklif qilyapti, ixtiyoriy kiryapti. Shuning uchun qonunchiligimizda ixtiyoriy ovoz berib cheklab bo'lmaydi. Agar bunaqangi namoyishkorona huquq-tartibot idoralari tomonidan bu cheklansin desangiz, ko'p qavatli uylarda kun davomida kechqurun qo'shningiz taqlatib bersa, qanday qilib uni cheklab bo'ladi? Demoqchimiz, buning eng yaxshi yechimi odamlarning huquqiy savodxonligini oshirib, mana moliya vaziri mutaxassis aytib o'tganlaridek, sening bittagina ovozing bor bir mavsumda. Sen uchun nahotki bir dolzarb masala yo'q inson sifatida, mahallangda, ishxonangda, tug'ilib o'sgan joyingda, nahotki bitta ovozingni arzimagan moddiy narsaga sotyapsan. Bu birinchidan uyat inson uchun. Yangiliklar har doim asta-sekinlik bilan qabul qilinadi va hali bu boradagi muammolar o'z yechimini kutishiga ishonamiz. Bizda yana bir lavhamiz bor, qiziqarli lavha, ko'ramiz va davom etamiz. Marhamat. Open byudjetga ovoz ber. Open byudjetga bitta ovoz beraylik, 0.05 olaman. Ukam, 1 litrlik kola mendan, menga ovoz ber. 1,5 litrlik olamandan, menga ovoz ber. Ukam, mana shu veli senga, menga ovoz ber. Ukam, mana 2 talik veli senga, menga ovoz ber. Ukam, velikni qo'y, mana jentrani kalti senga, menga ovoz ber. Ukam, mana 2 xonali kalti, menga ovoz ber. Menga ovoz ber, menga ovoz ber, eshitasanmi? Uy, mashina. Kecha bittagina choyga ovoz berib qo'yibman a.
studiyaga yangicha bir yengilroq atmosfera olib kirishni niyat qilgan holda mana shunday kayfiyat bag'ishlovchi bir videorolikka murojaat qildik. Haqiqatdan siz to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Insonning ovozi har doim qadrli bo'lishi kerak va inson o'z qadriga yetishi kerak. Bu yerda endi market ketyapti, bozor ketyapti. Ya'ni davlat tashabbusli byudjetning taklif etilayotgan mablag' bo'lsa agar, bizni iste'molchilarimiz esa aholi bo'lyapti, ular esa talab bo'lyapti. Talabning yuqoriligi taklifdan pastligi, bu esa narxni oshirishga olib keladi. Buni ko'p kishi o'tgan darslar mobaynida, misol uchun makroiqtisodiyot kurslarida bu esa quyidagi tendensiyaga olib kelyapti. Ya'ni byudjetni yetmasligi. Endi shu o'rinda taklif ham bermoqchi edim. Aholi zichligini o'rganib, indekslarni joriy qilish tashabbusli byudjetga ko'maklashishi mumkin. Qanday qilib? Aholi qaysi joyda zich joylashgan bo'lsa, unga o'zi tabiiy holatda infratuzilma juda muhim hisoblanadi. Ya'ni qaysidir hududda 1000 kishi yashayapti, qaysidir hududda 10 kishi yashayapti. Quyidagi tendensiyalar ham xuddi shuni narsalardan kelib chiqyapti. Endi bunga yechim indekslarni joriy qilib, qo'shimcha parametrlarni joriy qilish va ketma-ketligini yana qayta ko'rib chiqish kerak deyman. Tashabbusli byudjetni taqsimotini. Chunki byudjetning transferlari ko'ryapmiz, xarajatlar qismi yildan yilga ortib ketyapti. Keyin IT texnologiyasida rivojlanish kerak deb o'ylayman. Bilamiz, SMS-larning kelmasligi vaqtida server muammolari duch kelyapmiz. Keyin esa bundagi mablag'lar shakllanishi ko'pincha yashirin iqtisodiyotdan kelib chiqyapti deb o'ylayman. Chunki pul mablag'larini biz qancha borligini aniqlay olmaganmiz. Aniqlagan bo'lsak ham, hozir qog'oz pul mablag'lari kimni qo'lidaligini bilmaymiz. Bu esa soliq bazasini shakllantirishga muammo tug'diradi. Ayniqsa soliq bazasini shakllantirish esa davlat byudjeti va qolgan byudjetlarga ta'sir ko'rsatadi. Ularni daromadini shakllantirishga. Xarajatlar esa biz ko'ramiz, aholidan terib olinadi. Mana shu xarajatlarni ko'ramiz. Birlamchi vazirliklar miqyosida taqsimlangandan keyin mahalliy byudjetlarga ham taqsimlanadi va ketma-ket rivojlanishga olib keladi. Xo'p, asosiy bitta masala, ya'ni yuqorida aytib o'tilgandek, mablag'larning notekis taqsimlanishi degan bir masala o'rtaga tashlandi. Xabaringlar bor, joriy yildan bir qator o'zgartirishlar kiritildi. Ya'ni tashabbusli byudjet jarayoni mana amaliyotga joriy etilgan kundan boshlab bugungi kunga qadar kundan kunga, mavsumdan mavsumga takomillashtirilib, har mavsum oldidan tegishli o'zgartirishlar va yangiliklar kiritib borilmoqda. Joriy yilda esa o'sha asosiy 2 ta yoki 3 ta o'zgartirish kiritilgan bo'lib, ulardan biri boya aytilgandek, o'sha mablag'lar taqsimotida endilikda o'sha tumanlararo yoki hududlararo bir balansni ushlash maqsadida bir o'zgartirish kiritildiki, endilikda har bir tuman shahariga yiliga ajratiladigan mablag'lar kamida 10 ta loyihaga yetadigan mablag'ni tashkil etadi. Ya'ni bugungi kunda bu 15 milliard so'm tashkil etadi. Bundan tashqari esa o'sha hududlarning katta kichikligiga, ya'ni aholi sonining kattaligi, hozir yuqorida ham aytib o'tilgandek, zichligidan kelib chiqqan holda ushbu mablag'lar 30 ta loyihaga, ya'ni 45 milliard so'mgacha oshiriladi. Va buning natijasida endilikda o'sha avvallari ayrim tumanlarda 5 ta yoki 6 ta loyihalar o'tgan bo'lsa, endilikda 10 ta 15 talab loyihalar amalga oshirishiga imkon yaratadi. Tashabbusli byudjet asosida bizning Shag'anto'rt tumani Chaqar mahallasi ham shu tashabbusli byudjetda yutib oldik. Bizada bir 500 metrli ko'chamiz bor edi. Aholi zich joylashgan joy edi, lekin qarovsiz edi. O'ta aholi dam olishiga, bir bemalol bolalarning o'ynashiga, futbol maydonchalari yo'q edi. Bolalar maydonchasi ta'mirlanmagan, talablarga javob bermaydigan darajada edi. Ana shu open byudjet asosida biz loyiha ishlab chiqdik. Shudki juda chiroyli loyiha. Daraxtlar ekildi, o'tga ko'kalamzorlashtirish, futbol maydonchasi va zamonaviy bolalar maydonchasi. Hozir aholimiz juda ham xursand bundan. Ishonch paydo bo'ldi. Hammasi shaffof bo'ldi bizda. Endi qolgan uylarimiz atrofidagi nimalarda ham hali kamchiliklar bor yana. Ular ham hozir juda ham xohlashyapti shunaqangi open byudjetlardan yutib olib, ular ham o'zligini atrofga shunaqa chiroyli bir oromgohlar, bolalar maydoncalarini qurish, asfaltlashtirish. Bizda ko'p qavatli uylarimiz bor. Shu bir qismlarga yengitdan liftlar qo'yish kerak. Mana bularga ham hammasiga hozir biz harakat qilyapmiz. Savolni bera qoling, qachon yana qaytadan harakat qilib ko'rsak bo'lar ekan deb. Mana hamma mutaxassis shu yerda-yu. Mana endi xudo xolasa biz 23-yil yutgan bo'lsak,
2 yilgacha mana qilinmas ekan. 2025-yil bu yil mumkinmi mana bu bu yil mahalla yana harakat ishtirok etishi? qilyapmiz yana. Ya'ni bu yangi amaliyot doirasida ikkita mavsum ketma-ket 2 marotaba yutgan mahallalarga kelgusi ikkita mavsumda vaqtincha tanaffus e'lon qilinadi. Siz 2023-yilda yutgansiz. Hali undan keyin oldingizda mavsumlarda yutilmagan. Shuning uchun siz kelayotgan iyul oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan tashabbusli budjetning ikkinchi mavsumida bemalol ishtirok etib, o'zingizlarni ijtimoiy loyihalarni ilgari surishingiz mumkin. Shunaqangi xulosalarga kelish mumkinki, iqtisodchi sifatida biz baribir ilmiy tomondan bunga yondashishga harakat qilamiz va 2024-yilda ikkita mavsum bo'yicha Vazirlar Mahkamasi huzuridagi makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti ekspertlari tomonidan mana shunaqangi tadqiqot olib borilgan va unda bevosita tashabbusli budjetni tashabbuskorligiga ta'sir etuvchi omillar o'rganilgan. Va bu yerda ikkita omil, ya'ni ijobiy va salbiy ta'sir etuvchi omillar mavjud ekanligi o'rganilgan. Ijobiy ta'sir etuvchi omillar sifatida o'sha tashabbusli budjetni shakllantirilayotgan hududdagi tadbirkorlar soni ta'sir etishini o'rganib chiqilgan. Ijobiy ko'rinishda yana o'sha aholining zichligi yoki aholining soni ham bu bevosita o'sha to'g'ridan to'g'ri ta'sir etadigan omil sifatida mavjud ekanligi ko'rilgan. Lekin salbiy ko'rinishda bo'lsa, bu asosan o'sha tashabbus tashkil etilayotgan hududdagi ishsizlik darajasi unga salbiy ta'sir etganligini kuzatish mumkin va o'sha ikkita mavsum natijalariga ko'ra ekspertlar tomonidan mana shunaqangi xulosalarga keltirilgan va kelasi davrlarda bevosita mana shu tashabbusli budjetni amalga oshirishda o'ziga xos ma'lum bir yo'nalishlarni aniqlab olish uchun mana shunaqangi tadqiqotlar juda ham muhim deb o'ylaymiz va ularni keyinchalik ham rivojlantirish lozim ekanligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Shaffoflik bor joyda baribir ham rivojlanish bo'ladi, to'g'ri. Yangilik kirib kelganda qaysidir salbiy tomonlari amaliyotga joriy qilinganda ko'zda tutilmagan qanaqadir og'ishlar paydo bo'ladi, lekin baribir ham bu faqat rivojlanishga olib keladi. Nimaga deganda talabalar o'rtasida ham birorta savollar bersa, baribir bilmaymiz, u nima bo'ladi, unaqa. Yo'q, iqtisodchilar birinchidan raqamlar bilan gapirish kerak, ikkinchidan manbasi aniq bo'lgan joydan gapirish kerak deb talabalarga hozirgi kundan boshlab o'rgatib boramiz. Savollar berib qolishsa, bemalol hozir auditoriyalarda sharoitlar yaratilgan, internetdan open budjetni ochaman. Mana shuncha ulushi shu sohaga ketyapti budjetda, buncha ulushi bunchaga ketyapti. Ko'rsatib turiladi. Agar sizlarni gapinglar bilan, agar mani raqamlar bilan keyin tayyor havolalar bilan gapirayotgan gapimga norozichiliginglar bo'lsa, bemalol xuddi mendek havolani ochinglar, raqamlarni ko'rsatinglar, gapiringlar, men sizlarning gapinglarni qabul qilaman deyman. O'sha uchun tadqiqotchilar uchun, ustozlar uchun bunaqa shaffof ma'lumotlar bazasini borligini o'zi ham juda ham katta yordam. Ishonch bera oladi-da. Yana bir ularga bemalol tushuntirish mumkin. Mana sizlar ham bo'lajak tadbirkorsizlar, chunki bizda iqtisodchilar chiqishadi, bo'lajak tadbirkorsizlar, to'layotgan soliqlaringlarni qayerga ketayotganini ko'rishinglar mumkin. Solig'ini to'lamagan xufiyona iqtisodiyotda yashayotgan odamlar ham lekin bolasini tekin maktabga jo'natyapti, tekin poliklinikalarga chiqishyapti, yo'lda yurishibdi avtomobilda. Kimlardir bu narsaga soliq to'layapti. Tushuntirish ishlarini ham olib ketishga imkoniyat bor deb o'ylayman. Juda ham yaxshi fikrni ta'kidlab o'tdingiz. To'g'risini aytaman, menda bu borada juda ham ko'plab qo'ng'iroqlar bo'ladi-da. Maktabdan ustozlar qo'ng'iroq qilishadi va farzandingiz maktabga boradi, maktab uchun ovoz bering deyshadi. Va maktab uchun ovoz berdik va oilaviy poliklinikadan qo'ng'iroq qilishyapti. Farzandlaringizni oilaviy poliklinikaga olib kelasiz-ku. Nimaga bizga emas, maktabga ovoz berdingiz? Nima qilsam ekan? Bir 5-6 ta sim karta sotib olib hammasiga ovoz bersammikin degan fikr uyg'ondi. Chunki mahalla hududida joylashgan hammasi va bevosita biz oilamiz bilan o'sha yerlardan foydalanamiz. Biz ham xohlaymiz, lekin bitta insonga shu ovoz berish imkoniyati bir marta ekan degan fikr uyg'ongan. Bo'ladimi shunaqa qilsak? 2024-yildan boshlab tashabbusli byudjet loyihalarini qo'llab-quvvatlash tizimini ozgina o'zgartirishlar bo'ldi. Bunga ko'ra endi faqat bir fuqaro bir ovoz tamoyili asosida ovoz berish boshlandi. Endilikda bundan kelib chiqadiki, har bir fuqaro faqatgina bitta loyiha uchun birgina ovoz bera oladi. Shuningdek, yana bir holatni hozir ko'rsatib o'tdingiz, ya'ni o'sha maktab o'qituvchilari tomonidan yoki bo'lmasa shifokorlar tomonidan sizdan ovoz yig'ish holatlarini aytib o'tdingiz. Shunaqa tartib joriy qilinganki, o'sha byudjet tashkilot xodimlari rahbarlari tomonidan o'zini xodimlariga agarda ovoz yig'ish ishlariga majburlaydigan bo'lsa, bu majburiy mehnat sifatida baholanish ko'zda tutilgan. Bilamizki, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 51-moddasida majburiy mehnat taqiqlangan. Agarda bu holat takroriy ravishda yoki bo'lmasa voyaga yetmaganlarga nisbatan sodir qilinadigan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 148-2-moddasi bilan jinoyat javobgarligini ham keltirib chiqaradi. Yana bitta masala bor. Bu taklifni balki o'sha mutasaddi tashkilot o'ylab ko'rish kerak.
dolzarblik hech qachon yo'qolmaydi-da, bu davlatning funksiyasi o'zi. Mana demokratik ovoz deyapsizlar, bu demokratikka menimcha kirmaydi. Sabab demokratiya degani xalq hokimiyatchiligi degani. Siz u ovozingiz bilan siz davlatni boshqarmayapsiz. Siz ovoz berishingiz mumkin, mahalla raisini saylashingiz mumkin, tuman deputatini saylashingiz mumkin, respublika deputati yoki davlat rahbarini saylashingiz mumkin. Bu demokratiya bo'ladi. U ovozingiz bo'ladi. Hozirgi siz tanlovingiz bo'ladi. Masala nimada? Bitta tumanga 10 ta yoki 12 ta loyihaga pul ajratilgan bo'lsa, deylik 500 ta ovoz kam olgan, 9,5 ming, 8,5 ming ta ovoz olgan loyiha o'sha yil qolib ketyapti. Endi o'ylang, bu yil yutqizgan taraf keyingi yilga shu muammo dolzarb bo'lmay qolmaydi-ku, to'g'rimi? U yutqizgan, o'zlari o'sha vaqt o'zida yo'lini asfalt qilib qoplab, hammasi joyida bo'lib qolgani yo'q. U dolzarbligi hali ham turibdi. Keyingi yilda nima bo'lyapti? Yana restart. Yana o'sha hisob noldan boshlanyapti. Bu ham bir adolatsizlik. Ha, sababi ular o'zlarini muammosini ko'rsatib bildi o'zi. 9 ming ovoz bilan bildi, lekin undan-da ko'proq ovoz olgan 10 minglik 10-o'rindagi loyihalar hammasi moliyalashtirildi, bu qolyapti. Mana shu tomonlarga ham albatta e'tibor qaratish kerak. Endi mana iqtisodiy moliya vaziri vakillari turibdi. Hammamiz bilamiz, har yilda 2 mavsum bo'ladi tashabbus bo'yicha. Shu mavsum boshlanishidan oldin iqtisodiy moliya vazirligi vazir o'rinbosaridan boshlab mutaxassislar, o'sha mashhur blogerlar maxsus Telegram kanalida ovozli chat bo'ladi. Ovozli chatda endi ham uni yaxshi tomoni mamlakat bo'yicha fuqarolar o'zi 2 soatga mo'ljallansa 4 soatgacha muhokama bo'ladi. Vazir o'rinbosari bilan mutaxassis bilan O'zbekiston istalgan fuqarosi muammo va masala yuzasidan fikr bildiradi. O'zini maxsus kanaliga yuklab qo'yiladi. Ya'ni shu jarayonda ishtirok eta olmagan odam keyinchalik shu jarayonni eshitib, muloqotni eshitib, savollarga javob olish bu birinchi masala. Undan tashqari shu iqtisodiy moliya vazirligi hamkor tashkilotlar, mahallalar, mana bizga o'xshagan oliy ta'lim muassasalari, xalqaro moliya institutlari bor, birlashgan tashkiloti yoki joylarga biza chiqib tadqiqotni o'rganamiz har bir mavsumda nima yutuq, nima kamchilik bo'ldi. Bu keyin biz vazirlikka, hukumatga taqdim etamiz, shu narsa o'zgaradi. Yana bir masala hozir yuqorida aytib o'tildiki, o'sha tashabbusli byudjetlashtirish jarayonidagi fuqarolarning masalasi. 20 kun sizga tashabbus kirishga vaqt beryapti-da, bu qisqa muddat emas. 20 kun davomida mamlakatni yoki o'zining yashash joyiga nisbatan ozgina fuqaro pozitsiyasi bo'lgan odam nahotki 20 kun ichida bir 5 minut vaqt ajrata olmaydi. Kunning qaysi qismida. Eng qizig'i, platforma 24 soat ishlaydi. Istalgan mobil telefon, internet, boshqa vositalar qurilmalar kirsa bo'ladi. Va yana bir masala, o'sha yuqoridagidek odamlarimiz sal noto'g'ri tushunchaga ketib qoladi-da, tashabbus byudjetni amalga oshirilishi mahalliy hokimiyatning, davlatning asosiy funksiyasidan to'xtab qol degani emas. Tashabbus byudjetga ma'lum bir pulni beryapmiz. Tuman byudjetining 5-10% va uni ortiqcha mablag'ini beryapmiz. Bu yerda 95% pul aynan shu maqsadga rejali asosga ketadi. Demak, yuqorida ta'kidlab o'tdilar, to'g'ri, qaysi mahalla, tashkilot ovoz to'ploldi, yuta olmadi, g'olib bo'lmadi. Lekin shu tashkilotlarning prezidentimiz qarori bor. Shu mahalliy hokimiyat davlat investitsiya dasturi bor, hududiy investitsiya dasturi bor, ya'ni asosiy katta byudjetda moliyalashtirilgan. Ana shunga navbatga qo'yishda eng ko'p ovoz to'plab g'olib bo'lmaganlar keyingi davlat dasturiga kiritiladi. Shunday holatlar bo'lganmi? Bunaqa holat ko'p. Ya'ni o'zi davlat investitsiyasi juda pastda turibdi, hali 10-yil kelish kerak, lekin juda katta ovoz to'pladi. Demak, bu juda ham dolzarb odamlar ko'pchilikni qiziqtiradigan masalada 10-o'rinda 1-o'ringa chiqadi. Bu tashabbus byudjetdan amalga oshirilmasa, davlat byudjetdan amalga oshadi. Demoqchimizki, bu loyihalarning statistikasi bor va yana bitta narsa, mana hududlar, sohalar kesimida hammiz tashabbus byudjetni hozir shu mamlakatimizda yangi shakllari. Mening bog'cham, mening bog'im, mening maktabim yoki mening yo'lim, yaqinda ya'ni mana sport vazirligi tomonidan amalga oshirildi, sport maydonchalari bo'yicha yangi turlar, ya'ni endi muassasalar kesimida alohida amalga oshadi. Bu nima deydi? O'sha sog'lom raqobat bo'lsin, katta tashkilot bilan kichik tashkilot bellashmasin. Mana bu yil yangilik o'z oliy ta'lim muassasalari bu o'quv yilidan, bu mavsumdan boshlab chetlatildi. Chunki o'quv ta'lim muassasalari 40 mingdan ortiq talabalari bor, istalgan tashkilot bilan raqobatda yuta oladi. Shuning uchun mana adolat bo'lsin dedi vazirligimiz, oliy ta'lim muassasalari tashabbus byudjetida ishtirok eta olmaydi. O'zini oliy ta'lim muassasasini rivojlantirishga bormasa, byudjetdan qilinishi mumkin. Demoqchimizki, bu sohada vazirlik tomonidan, hukumat tomonidan shu fuqarolar tomonidan bildirilgan e'tirozlarga, shikoyatlarga parallel ravishda ishlar amalga oshiriladi. Eng asosiy bizning vazifamiz aholi turmushini yaxshilash. Demak, mana shu tashabbus byudjetni ham demak qanaqadir o'zini yo'nalishi o'zini oqlayapti, lekin har bitta ishni bir qanaqadir bir ozgina boshqa tomonlari bor. Ya'niki mana hozir nima lavhada ko'rib o'tirganimizda bu jarayon, bu yangilik biz uchun-da O'zbekistonga. Jamoatchilik nazorati degan narsa bor. Xo'p, mana yutib chiqdi. Asfalt yotqizilyapti. Kim uni nazoratga oladi? Necha qalinlikda asfalt bo'lish kerak? Necha enlikda bo'lish kerak?
kimni vazifasi? Demak, o'sha yutgan o'sha mahallalar yettitaliga, o'sha fuqarolar o'zini shaxsiy o'sha nima tashabbuslar chiqqan deputatlar, mana bu ham bir katta bir muammo, chunki hali aytdim-a, o'sha noto'g'ri olib ketib qolgan o'sha maktabga ajratilgan o'sha yutilgan pul borda shunaqa. To'g'ri. Shuning uchun mana shu jamiyatimizda uyg'onyapti xalqimiz. Rivojlangan davlatlarda ham bor bu narsa. Ya'ni Koreyada, Braziliyada, AQShda bor narsa. Ya'ni davlat budjetini to'g'ridan to'g'ri shaffof ishlatish, uni to'g'ridan to'g'ri xalq bilan bevosita hamkorlikda budjetni xarajatini sarflanishini ta'minlab berish. Ya'ni 350 million dollar, ya'ni bu adashmasam o'sha So'l shahar budjetining 1% ni tashkil qiladi. Men o'sha Kangmando degan shahri bor, o'sha yerda borganimda ko'rganman, chekka qishloqda ham o'sha sharoitlar davlat tomonidan ta'minlab berilgan. O'shanda bir fuqarosi aytgandi. Bizda bu sharoitlarni to'g'rilab berilishi ham xuddi o'sha, ya'ni tashabbusli budjetga o'xshagan tizim orqali ovoz berish va qanaqadir loyihani taklif qilish orqali bo'ladi. Ya'ni aytmoqchimanki, bu loyiha agar shu kamchiliklar bartaraf etilsa, ya'ni yuqorida aytdilar, mana bir ovoz uchun, bir kishi uchun bir ovoz yoki masalan bu yildan bo'ladigan loyihalar uchun, misol uchun yana yangilik oldingi mavsumda yutgan qanaqadir loyiha yoki bir o'sha jamoa bu galgi loyihalarda ikkita loyihada qatnasha olmaydi. Ya'ni bu o'z navbatida boshqa loyihalarning ham qatnashida va faol yutib chiqishida imkoniyat yaratib beradi degan. Demak, hammaga imkon bor. Bir fikrga e'tiboringizni qaratmoqchiman. 2025-yil fevral-mart oylarida tashabbusli budjetning yangi mavsumi o'tkazildi. G'olib loyihalar 2011 ta mahallalar hissasiga to'g'ri kelib, shundan 329 ta mahallalar ilk marotaba g'olib deb topildi. Loyihalarga qachon pul ajratiladi va bu jarayon nazorat qilib boriladimi? Va yana bir savol, o'tgan bosqichda muammolar kuzatilgan bo'lsa, qonuniy choralar ko'rilganmi yoki muammolarni ko'rayotgan xalqimiz qayerga murojaat qilsalar bo'ladi? 2025-yil birinchi mavsum doirasida o'sha yuqorida aytib o'tganingizdek, birinchi marotaba g'olib deb topilgan mahallalar va undan tashqari jamiki g'olib deb topilgan loyihalarga tuman shahar fuqarolar tashabbusi jamg'armalariga mablag'lar yo'naltirib berilgan. Tashabbusli budjet loyihasini bilasizmi? Yutug'i ham shundaki, loyihalar, jarayonlar boshlanishidan avval tegishli tumandagi jamg'armalarga mablag'lar o'tkazib qo'yiladi. Ya'ni bor mablag'ga loyihalar amalga oshiriladi. Undan tashqari fuqarolarimiz tomonidan masalan qanaqadir bir kamchiliklar yoki savollar, e'tirozlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligining ishonch telefon raqamlariga yoki undan tashqari biz bugungi kunda o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlar, xususan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, uni hududiy bo'linmalari bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada ishlarni olib boryapmiz. Ya'ni hududlarda quruvchilar tomonidan, buyurtmachilar tomonidan yuzaga kelayotgan muammoli holatlar to'liq bartaraf etib, nazoratga olib borilyapti. Ya'ni tashabbusli budjet degani bu baribir hammasi davlat budjet mablag'lari hisoblanadi va bunga masalan talon-torojlik deymiz, bunga nisbatan qonun buzilish holatlari aynan o'sha tegishli me'yoriy huquqiy hujjatlar asosida choralar ko'rib boriladi. G'olib loyihalar e'lon qilingandan boshlab albatta ushbu loyihalarni moliyalashtirish uchun tegishli choralar ko'riladi va tegishli shu tuman shahar xalq deputatlari kengashlarining qarorlari rasmiylashtirilgan kundan boshlab 3 kun muddatda har bir loyiha uchun alohida hisob raqamlari ochilib, fuqarolar tashabbusi jamg'armasi hisobidan ushbu mablag'lar ajratib beriladi. Bugungi kunda o'sha birinchi mavsum doirasida g'olib deb topilgan 2419 ta loyihaning barchasi bo'yicha shu tegishli loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ekspertizadan o'tkazish jarayonlari amalga oshirilmoqda va bunda eslatib o'tish kerak, amaldagi tartibga ko'ra jihozlash bilan bog'liq loyihalar 4 oyda va qurilish va ta'mirlash bilan bog'liq loyihalar esa 5 oyda amalga oshirilishi belgilangan. Bunda o'sha joriy yilning avgust-sentyabr oylariga borib, o'sha birinchi mavsum doirasidagi loyihalarni shu fuqarolarimiz uchun foydalanishga taqdim etish choralari ko'rilmoqda. Kamchiliklar bo'yicha ham aytib o'tmoqchiman, loyihalarni qanchalik sifatli amalga oshirilishi bo'yicha dastlabki o'sha joriy etilgan jamoatchilik nazorati mavjud edi va bugungi kunda yana qo'shimcha bir mexanizm joriy etildiki, sayyor monitoring degan va har bir loyihani har oy davomida iqtisodiyot va moliya bo'limlari bevosita joyiga chiqqan holda kuzatib borishadi va mavjud kamchiliklarni aniqlagan holda bartaraf etish choralarini ko'rishadi. Budjet puli degani xalq puli. Shuning uchun har bitta fuqaroning javobgarligi ham shundan belgilanadi. Mas'uliyat kelib chiqadi. Shundan kelib chiqib turib, men ikkita taklifim bor, tavsiya tariqasida qabul qilishinglar mumkin. Birinchisi bu indikativ rejalashtirish degan bir tizim bor. Indikatorlar asosida shu mahalliy rivojlanishga turtki beradigan sohalarni aniqlash. Juda mana yaxshi berildi. Katta baza paydo bo'ldi oxirgi 5 yilda. Aniq ko'rinib turibdi. Yo'l, bog'cha, maktab, sog'liqni saqlash 3 ta prioritet ko'rinib turibdi. Shuning uchun open budjet 1.5% pul to'g'risida gap ketayotgan bo'lsa, uni to'liq balki budjet tizimi o'zini ham o'zgartirar bizni. Shuni bog'lash, ya'ni hududiy rivojlanishni moliyalashtirish masalasini aynan open budjetdagi prioritetlardan kelib chiqib turib,
mahalliy byudjetlar balkim shunaqa tartibga o'tar to'liq 100% shu xalq xohlagan sohaga ishlatish. Ikkinchi masala audit, monitoring deyildi. Audit masalasini juda dolzarb qo'yish kerak. Boya aytganimiz bu xalq puli tayinli joyga sifatli hamda yetib borib foydalanilishi kerak, maqsadli bo'lishi kerak. Shuning uchun audit tizimi 3 yildan keyin yoki 2 yildan keyin borib tekshirib, o'sha ishlatilgan mablag' o'zi sifatli bajarildimi, xalqqa naf tegyaptimi o'zi va bu keyingi byudjetlarni rejasiga juda yaxshi asqotadi deb o'ylayman. Har bitta tumanda deputatlar kengashi komissiyasi bor. Biz endi bir ovoz berib o'sha nima tasdiqlaymiz, yutgan borib o'sha ijrosini ta'minlash. O'sha har bitta komissiyada o'zining mutaxassisligi bor. Ularni jalb qilgan holda mana biz shunaqa qilamiz. Borib o'sha yutgan o'sha mahalla nima ko'rsatilgan bo'lsa, har bittasi borib monitoring qilinadi va deputatlar ertaga o'zini o'sha saylangan fuqaroning oldida o'ziga ertaga shu saylovchilar oldida o'zini yuzi yorug' bo'ladi. Yo'q, nima beradi haligi hisobot beradi. Mana shu tizim juda to'g'ri. Chunki fuqaro uni o'sha mahalla nimani deputat saylayapti o'sha mahallada, hududda. O'sha hududda o'zgarish bo'layotgan o'pa byudjetda yutgan o'sha mahallani qilayotgan ishlarni o'sha yutgan nima loyiha bo'yicha nazoratini har bir deputat bo'yniga olgan, borib nazoratini qaraydi, shaffoflik mahalladoshlar oldida, demak hammasini o'sha o'zining hisobotini berib turadi. Mutaxassislar aytib o'tganday, nafaqat vazirlik tomonidan yoki mahalliy kengashlar tomonidan, balki amaldagi qonunchiligimizda shunaqa huquqiy asos yaratilgan, shu loyihani ilgari surgan fuqaro va shu mahallaga ham vakolat berilgan. Ya'ni balansni saqlovchi tashkilot yoki buyurtmachi tashkilot u binoni yoki o'sha loyihani qabul qilishdan oldin albatta mahalla vakillari va shu tashabbus fuqaro ishtirokida loyiha bo'yicha maxsus blankka shakl to'ldiriladi. Ular shunga rozi bo'lsa, haqiqatda ish ko'ngildagimizdek bo'ldi desa, keyin qabul qiladi. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, mana Moliya vazirligi tomonidan o'sha hududlardagi loyihalarni amalga oshirish bo'yicha 100 ballik baholash reytingi bor. Fuqarolar baholaydi, 3 ta hudud bo'yicha qizil, sariq, yashil hudud bo'yicha 100 ball tizib va bu o'sha platformada onlayn shakllanadi va o'sha ma'lum bir sariq yoki qizil hududga tushib qolgan hududlar, ya'ni demak, u yerda muammo bor yoki aholi norozi yoki tadbirkor qanaqa nohaqlik qilyapti, insofsizlik qilyapti, bu narsani parallel ravishda o'sha huquq-tartibot idoralari bilan amalga oshadi va mahalliy hokimiyatga iqtisodiyot moliya vazirligi tomonidan tezkor buyruq tushiradi yoki ko'rsatma beriladiki, bu masalani o'rganib chiqish bo'yicha. Demak, fuqarolar faqat ishonch telefoni yoki aytaylik qaysi huquq-tartibot idorasiga emas, platforma orqali ham onlayn o'zaro qayta aloqa tizimi yo'lga qo'yilgan o'sha Open Budget portalining o'zida. So'nggi so'z o'rnida murojaat bilan ham chiqmoqchimiz, ya'ni hurmatli fuqarolarimizga aynan tashabbusli byudjet jarayonlari doirasida bir savol, taklif yoki bir e'tirozlar bo'lsa, o'sha quyidagi raqamlarga, ya'ni 71lik 203 50 50 qisqa raqamlarga telefon qilgan holatda, ya'ni mutaxassislar, ya'ni biz bilan to'g'ridan to'g'ri, ya'ni yoki o'sha murojaat bo'limi bilan to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqishlari mumkin va yana shuni so'z o'rnida aytib o'tish lozimki, har bitta ekspertimizdan chiqqan takliflar doirasida o'shani ovoz berish jarayonida ovozlarni sotish holatlariga fikr bildirishdi. Buning uchun hammangizga kattakon rahmat deymiz va shuni aytib o'tishimiz kerakki, aynan bu jarayonda to'liq bir aybdorlikni yoki bir kamchilikka hurmatli fuqarolarimizga yuklab qo'yishimiz ham aslida nisbatan to'g'ri emas. Ya'ni bu aynan bu jarayonda shunaqa bir iltimos bilan chiqmoqchimizki, hurmatli blogerlarimiz, ming afsuski hozirgi kunda o'sha xalq e'tirofiga tushgan blogerlar yoki ming afsuski o'sha san'at vakillari o'zlarini shaxsiy Telegram sahifalarida yoki Instagram sahifalarida tashabbusli byudjet loyihasini to'liq anglamasdan, to'liq tushunmasdan turib, qandaydir bir tijoriy maqsadlarda takliflarga pul evaziga ovoz berishlarini reklama qilish bilan shug'ullanishyapti. Natijada o'sha soddadil xalqimiz, masalan, o'zi yaxshi ko'rgan aktrisasi, aktyori yoki blogerini og'zidan chiqqan gapiga ishongan holatda ovoz berish natijasida bir aldanib qolish holatlari kuzatilyapti. Shu o'rinda o'sha hurmatli san'at vakillaridan, hurmatli blogerlarimizdan iltimos qilamiz, tashabbusli byudjet jarayonlarida fuqarolarimizning ovozi sotilishiga va ayrim hollarda ularni aldanib qolishlariga xizmat qilishga yo'l qo'ymang. Tashabbusli byudjet jarayonlari bo'yicha qandaydir savol, muhokamalar bo'ladigan bo'lsa, Iqtisodiyot moliya vazirligi har doim ochiq muloqotga va ochiq savol-javob kerak bo'lsa, e'tirozlar eshitishga ham har doim tayyor. Qadrli muxlislar, shuning bilan Minbar Tok shousining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Yana muhim mavzularda uchrashguncha omon bo'ling.